Zulfiya xonim, to'liq ismi Zulfiya Isroilova, o'zbek xalqining eng sevimli shoiri va jamoat arboblaridan biri. U 1915-yil 1-martda Toshkent shahrida, Degriz mahallasida hunarmand temirchi oilasida tug'ilgan. Yoshligidan she'r yozishga qiziqqan. 1931-yilda ilk she'ri Men ish qizi gazetasida chop etilgan. 1931-yil 1934-yillarda xotin-qizlar pedagogika bilim yurtini tamomlagan. Zulfiya xonimning she'rlari muhabbat, vatan, ayollar taqdiri, tinchlik, mehnat va falsafiy o'ylar bilan boy. Urush yillarida hijron va vatanparvarlik mavzusida kuchli bo'lgan. Bahor keldi seni so'roqlab. Salqin saharlarda, bodom gulida, binafsha labida, yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yellarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Bebaloga etding mubtalo. O'tdi yillar g'am bilan oqib, dil topmadi zarra tasallo, firog'ingdan qoldim tutaqib, ne baloga etding mubtalo. Ko'z ochgani qo'ymaydi alam. Boshim qo'ysam kuydirar bolish, yupatmaydi kitob va qalam, misralarim ko'tarar nolish. Sensiz mana bir umrni yashadim sensiz, qaytmas shodliklarning qaytishini kutib, tobuting boshida cho'kkanimda tiz, farzandlar ko'tardi qo'limdan tutib, shundan beri tikman har nega qalqon, baxtga bahorga ham, qishga qayg'uga, birov azasida yig'layman qon-qon, to'yida yayrayman o'xshab oxuga, lekin qolganimda qalbim lataniho, tuyg'ular zoriga solganda quloq, o'zni zaifchani qoqib sezganda goho, alamdan beraman javobsiz so'roq. Bugungi kunda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti mavjud. Bu 25 yoshgacha bo'lgan iqtidorli qizlarga adabiyot, san'at, fan va ta'lim sohasida yutuqlar uchun beriladi. Toshkentda Zulfiya xonim ko'chasi, Jizzaxda Hamid Olimjon va Zulfiya muzeyi bor. 2022-yilda Muhabbat bahori filmida suratga olingan. Zulfiya xonim o'zbek adabiyotida ayol qalbining nozik kuychisi, tinchlik va muhabbat tarafdori sifatida abadiy qoladi. Baxtim shu, o'zbekning Zulfiyasiman. U 1996-yil 1-avgustda 81 yoshida Toshkentda vafot etadi.